Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bu akamiz Persepimda sotib beradilar, ki berishodi. Mana sotdik. Xudo xolasa sotib berdik akamizga. 1.30 ga 2.30. Bo'lavam Rossiya tentlari bilan ozgina ishlagan, lekin tentlari qorayib ketibdi. Lekin holati yaxshi. Cobalt mashinasiga parkoblar bilan uстановка qilib berdik. Risollari o'zining zavodskiy risoli. Uhlari birovi turda. Ular standart yuk ko'tarishi 750 kg. Balonlar 13. O'rtacha holatda balonlari. İçini açamiz. İçini ko'rsataman sizlarga. Necha kun bo'ladi akaniga, akani? Xatada sotilibdi mana akalar. Mana Persep tayyorlab berish xizmati ham bor bizda, bilasizlar. Mana ichi ko'rinishi. 1.30 ga 2.30. Stoplar yaxshi holatda. Ravochi Persep ishlangan. O'sha tentlari bilan, parkoblari bilan akamizga 9 millionga tushdi bu. Parkobni o'zimiz o'rnatib berdik, tayyorlab. Shunaqa Persep kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlagan razmerlaringda zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. O tepada qo'shmos Perseplar ham bor. Mana o tensiz ham bor. U 240 ga 1.5. Ana shu turgani 12 million so'ramasi. Bemalol murojaat qilaverasizlar.